Tunlarda jim qolib yig'lab ko'rgin, bir yiqilib hayotdan so'rab ko'rgin. Shunda bilasan inson qadrini, og'riq qanday o'zgartirar qalbni. Hammaning kulgusi ortida dard bor, faqat ba'zilar yashirar uni sukutda. Oson gapirish hayot haqida, lekin sinov kelganda bo'linadi kuch kimda. Bir marta yo'qotib ko'r sevganingni, bir tun yolg'iz qolib tingla yuragingni. Shunda tushunarsan oddiy narsalar aslida eng katta baxt ekanini. Bir yiqilib ko'rgin, shunda odam bo'lasan balki. Og'riq tegmasa yurakka, hech kim ulg'aymaydi aslida. Hayot hammaga bir xil kulmaydi, ba'zi qalblar erta charchaydi. Kimdir ko'z yoshini yashirib yashar, kimdir esa ichida sekin sinar. Lekin har qorong'u tun ortida baribir tong yashirinadi uzoqda. Shu sabab yiqilsang ham tur yana, chunki kuchli insonlar sinovda tug'ilar. Sen hali yo'qotmagan narsangni qadrlamaysan, ketmaguncha hech kimni tushunmaysan. Hayot esa indamay o'rgatadi eng og'ir darslari.